Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mavzuyimiz ijtimoiy illatlar, dabdababozlik va isrofgarchilik deb nomlangan. Bunda ulug'larimiz aytibdilarki, hatto ibodatda ham Alloh subhanahu va taolo isrofdan qochishlikka buyurgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhuga hattoki tahorat qilayotgan vaqtlarida ham nima qildilar? Isrofga yo'l qo'ymagin, garchi u tahorat bo'lsa ham dedilar. Hatto biz qiladigan ibodatimizda ki isrofgarchilik qaytariladimi? Endi qolgan ishlarimizni qo'yavering. Hazrat Umar roziyallohu anhuning o'g'illari kunlarning birida go'shtni shatto olibdi-da qovuryapti ekan. Bizda haliga qozon kabob bo'ladi, tanqisi darrov tez pishadigan shirin tansiq taomlar bo'ladi-yu, xuddi shunga o'xshab go'shtni shatto olibdilar-da qovuryapti ekanlar. "Ha, o'g'lim, nima qilyapsiz?" desalar, o'g'illari aytdilarki, "Ey otajon, go'sht yegim keldi, nafsim shuni xohlayapti" dedilar. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytibdilarki, "Nafsing xohlagan narsani yeyishliging u isrof bo'ladi" degan ekanlar. Nafsim shuni xohladi deb qilaverishliging bu isrof bo'ladi, bolam degan ekanlar. Shuning uchun har bir narsada me'yor bor. Har bir narsada o'zini chegarasi bor. Hatto o'zimiz qiladigan ibodatimizda ham, xayr saxovatimizda ham Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika va la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura" deb marhamat qiladi. Ya'ni baxillik qilib qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang, isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yoyib ham yubormang. Aks holda malomat va mahrumligida o'tirib qolaversiz deb Alloh taolo marhamat qiladi, eslatadi. Insonni Alloh taolo tabiatini juda yaxshi biladi, chunki uni yaratguvchisi Alloh. Qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang degani, qo'lingizda bor bo'lib, "Ya men hech narsam yo'q, biz hozircha beradigan emasmiz" deb baxillik qo'lini bog'lab olmang degani. Bir xilgilar juda qizg'oncha bo'ladi-da. Baxillik qilib qo'lingizni bog'lab olmang, qizg'onmang. Sahiylik qilaman deb isrofgarchilikka yo'l qo'yib, butunlay yoyib ham yubormang. Manami deb hamma yoqqa sochib yubormang. Aks holda o'tirib qolasiz deydi Alloh taolo. Bir xilgilar shuna qiladi-da, haligi sahiylikka tutib ketib qoladi-da, hammaga ana ber qiladi-da, oxiri o'ziga qarasa hech narsa qolmaydi. Ertasi kuni shuncha molni berib yubordimmi deb afsus nadomat qiladi. Hatto ihsonni ham Alloh taolo me'yorini qiladiki, nafs ertadan keyin o'sha xayr ihson qilishlikka, yaxshilik qilishlikdan bezib qolmasin. O'tgan safar ko'p qilib, qarz ham to'la olmasdan yurganman, qilmay qo'ya qolay deb ba'zi bir insonlar ondan sonda bir qiladi, shu bilan hech qilmaydiganga aylanib qoladi. Shuni Alloh taolo aytayaptiki, insonning tabiati shunday. Ihson qilganda juda isrofga ham yo'l qo'yib yormang. Baxillik qilib qo'lingizni ham bog'lab olmang dedi. Balki ikkalasining o'rtasida bo'lsin. Aks holda malomat qilasiz, mahrumlikdan o'tirib qolasiz deb Alloh marhamat qiladi. Hazrat Mughira radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qildilarki, albatta Alloh subhanahu va taolo sizlar uchun gap tashishni, o'zaro gap tashish, bu qil va qol deyiladi, dedi degani. Bizning tilimizda dedi, palonchi pisondaqa debdi, pisondaqa debdi. Hozir hamma birovning gapini birovga yetkazgan. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Darrov kelsa, haliga aytgan bitta bir xabarmi, u yolg'onmi, rostmi, ko'rganmi, ko'rmaganmi, mana shu dedi deyiladi bu ham. Qil va qol degani kelganini yetkazaveradi. Palonchi debdi, pisonchi debdi. Payg'ambar alayhisalom aytibdilarki, albatta Alloh subhanahu va taolo sizlar uchun gap tashishlikni, birovning gapini birovga yetkazishlikni va ko'p savol berishlik. Bunaqa bo'lsa-chi deb ko'p savol berishlikni va mol-mulkni zoyi qilishni yomon ko'rdi deb marhamat qildilar. 3 ta narsa. Bittasi gap tashish, ikkinchisi ko'p savol berishlik, o'ta ko'p savol berish. Bu diniga taalluqli, ibodatiga taalluqli bo'lsa undan qaytarilmaydi. Lekin ba'zi bir shunday savollar borki, haligi qiladigan xuddi Ali Baqara surasidagi mol qanaqa bo'lsin, biz so'yadigan molimizning rangi qanaqa bo'lsin, turish qanaqa bo'lsin deb so'raverdi, oxiri ular talab qiladigan, so'rayotgan sigirni eng qimmatbaho sigirga aylantirib Alloh taolo bir kambag'alni sigirini qimmat bahoga sotib oldi.
Xuddi shunga o'xshab avvalgi o'tgan ummatlarning halok bo'lishlikka sabab bo'lgan bitta amali ko'p savol berishlik bo'ldi dedilar. Ko'p savol berish, ya'ni juda g'uluvga ketib savol berishlik ham insonni Alloh subhanahu va taoloni yomon ko'rishlikka sabab bo'lar ekan. Hazrati Jabir roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilarki, albatta shayton sizlarni har biringizni har bir ishida hozir nozir bo'ladi. Har bir qiladigan ishingizda u hozir bo'ladi. Taomiga ham hozir bo'ladi. Kishilar taom yeyotgan vaqtida ham hozir bo'ladi. Qachon biringiz luqma tushsa, qachonki biringizdan taomni bir luqmasi tushsa, bir qismi tushib ketsa, undagi noloyiq narsani ketkizsin. Ya'ni o'sha tushib ketgan taomini biror bir joyga narsa tegib qolgan bo'lsa, haligi tegib qolgan narsani ketkizsin va keyin yesin. Ketkizib uni tanovul qilsin. Uni shaytonga qoldirmasin. Yeb bo'lgandan keyin yuqini ham yalab qo'ysin. Chunki u taomning qayerda baraka bo'lishini bilmaydi deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni shayton har bir ishda biror bir nasibani olishligini harakatida bo'ladi. Hatto biz taom yeyotgan vaqtimizda ham. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi kunlarning birida poyezdda yo'lga chiqdilar. Bir shogirdlar bilan turgandilar. Oldilarida aytadilarki, hali shogirdlari aytadilar, juda ham boy badavlat, Hindistondagi eng katta badavlat insonlar biz bilan ham safar bo'lib qoldi. Ustozim bilan birga o'tirdi. Stolda u yoqda ular o'tiribdi, ustozim bu yoqda o'tiribdilar deydilar. Tasodif ikkalalari ovqat yedi-yu, qo'li tegib taomning bir qismi pastga tushib ketdi. Haligi odamdan to'kilib ketdi. Ustozimiz sezdilar. Haligi odam bilmaslikka, go'yoki bildirmaslikka olib tushgan taomni oyoq bilan bunday surib qo'ydi deydilar. Tushgan taomni bunday surib qo'ydi. Ustozim meni chaqirdilar. Faloncha dedilar, ha. Ana taomni olgin dedilarda, "Ol uni." Dedilarda, haligi taomni oldim. Stol ustiga qo'ydim. Va menga qarab aytdilarki, kim agar nimani xorlasa, Alloh o'sha bilan uni xor qiladi dedilar. Kim agar nimani xor qilsa, Alloh taoloni, qaysi bir ne'matini xor qilsa, Alloh ham aynan o'sha narsa bilan insonni xor qiladi dedilar. Pul sochadiganlar pul bilan xor bo'ladi, taomni isrof qiladiganlar shunday xor bo'ladi, kiyimni isrof qiladiganlar kiyimga Alloh taolo uni xor qilib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matini kim qadrlamasa, Alloh taolo u ne'matni bandadan undan tortib olishlik bilan bildiradi. Agar banda Alloh subhanahu va taolodan ato qilingan vaqtida ne'matni qadrlamasa, Alloh subhanahu va taolo u bandadan o'sha ne'matni tortib qo'yib qadrini bildiradi. U borligida qo'liga yetgan vaqtida qadrlamadimi? Pul keldi, mol keldi, boshqa bo'ldi. Qadrlamadimi? Allohdan deb bilmadimi? Endi Alloh subhanahu va taolo o'sha ne'matini qadrlashlik uchun undan tortib qo'yib qadrga yetkazadi. Lekin unda kech bo'ladi. Undan tortib olgan bo'ladi. Shuning uchun bandadan kutiladigan Alloh taoloning ne'mati kelgan vaqtda uni qadrlaydi. Uni Alloh taologa shukrini qiladi, hamdini aytadi, unda Alloh taolo uni ziyoda qiladi. Isrof qildimi? Sochdimi? Hatto Hind olimlarini, ustozlarini odatlari shukanki, aytadilar, maoshlari chiqsa, oyliklari chiqsa, pullarini hattoki qayrilgan joylarini tekizlab, taklab, chiroyli qilib olishar ekan. Oddiy maoshlarini. G'ijim-jo'gan bo'lgan joylarning pullarini ham qadrlar ekan. Bu meni maoshimdir ekan. Buni Alloh menga haq qilib berdi. Bu Allohning ne'matidir ekan. G'ijimlab tashlaydi-ku bir xillar pullarni, shu qadrsizlashtirish hisoblanadi. Allohni hadislarda keladi, kitoblarda pul deydi. Pul yerdagi Alloh taoloning muhri. O'sha muhr bilan bizning ishimiz hal bo'ladi. Vaholanki Alloh unga kuch bergan. Qadr o'sha bilan ishimizni bitkazadigan omil qilgan. U dollar bo'ladimi, so'm bo'ladimi, Alloh taoloning muhri deb bilinadi. Shuning uchun pul sochishlikdan qaytariladi. Garchi u tanga bo'lsa ham, unda Allohning muhri bor. Uni Alloh bizga rizqlarimizni ulashishlik uchun, o'zaro Alloh taolodan halol rizq talab qilishlik uchun bir omil qildi. Unda Allohning muhri bor. To'ylarda pul sochiligi bormi? Yerda yotgan bo'lsa, uni yirtib tashlashlik bormi? Alloh taoloning ne'matini qadrsizlantirish hisoblanadi. Noshukrlik hisoblanadi.
Alloh isrof qilishdan o'zi panohida asrasin. Bergan ne'matiga shukr qilguvchi shokirlardan qilsin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyi ad-dunya wa azabil akhirah. Innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin.